Namangan Pop Arashan. Bu joyda qurilayotgan juda ham katta va Namanganning turizm markaziga aylanadigan Arashan resortga tamal tosh qo'yildi. Turizm sohasida yangi bosqichni boshlab beradigan muhim voqea. Pop tumanida barpo etiladigan Arashan Resort turizm majmuasi qurilishini tamal toshini qo'yish marosimida ishtirok etmoqdamiz. Muhtaram do'stlar, yirik turistik majmua Pop tumanida Maftunkor Arashan ko'llar tizimi atrofida barpo etilmoqda. Xullas, Viqorli tog'lar orasida 600 gektarlik turizm zonasi tashkil qilinadi. Xo'sh, aslida Arashan qanday joy? Mana bunaqa. Arashan dengiz sathidan 3000 metr balandlikdagi 4 ta ko'ldan iborat. Suvdagi tozalik esa mana bitta kadrda. Katta tog'lar, chashma, ko'llar va toza havo. Go'zal, a? Arashan Resort mana shu tog'lar orasidagi 5 ta hududga quriladi. Uning ichida esa sun'iy ko'l, mehmonxona, restoran, konsert zallari, tubing, arqonli va skeyt parklari, farel hovuzi, tabiatni kuzatish uchun turli platformalar, zipline, kanat yo'li. Biz ko'pincha telefonlarda ko'rgan o'sha Shveysariyadagi Rodelbank ham shu yerda barpo bo'ladi. Bo'ldi deysizmi? Hali yo'q. Padel, ot sporti, golf maydoni, sport majmualari, tinch dam olishni xohlovchilar uchun esa eka qishloq ham bo'ladi. Loyiha qiymati umumiy 150 million dollarni tashkil qiladi va bu joy 2028-yilda qurib bitkaziladi. Biz borganda infratuzilma yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin resort barpo etilgandan so'ng bu joy ulkan va unikal turizm zonasiga aylanadi.